Tohir aka, Ha? mnemonika yordamida eslab qolingan ma'lumot uzoq vaqt esda qoladimi? Ha, esda qoladi. Faqat sifat buziladi, takrorlab turilmasa. Iloji boricha takrorlash algoritmi bor, Ebbinghaus unutish yo'yi deydi. Shunga qarab takrorlansa yaxshi. Lekin odatda ko'p shug'ullangan insonlarda hattoki takrorlamasa ham esda qoladigan bo'ladi. Isbotlab ko'rasizmi? Mayli, nimani eslab beray? Bir hafta avval 30 ta rasmni eslab qolgan edik. Ha, 8 yoshli va 6 yoshli bolachalar bor siz edi. va men. O'zing ham eslab qolganding o'sha paytda. Xo'p, Shuni qaytarib ko'ramiz. hozirmi? Ha, To'liq. da. Rasmdan olib kelsang, terib berishim mumkin. Yo, aytib berishim kerak. Aytib berishingiz kerak. Mayli, urinib ko'ramiz. Xo'p. Birinchi rasmni eslab olish muammo bo'ladi. Birinchisi yubka, yalmog'iz kampir rasm bor edi. Banan, nishon bor edi. Sichqoncha Jerry edi. Undan keyingi rasm. Xo'p, undan keyin Gul edi adashmasam. gul, to'g'ri, gul edi. Xo'p, guldan keyin hozir shoshmay tur, o'zim eslayman. Qulupnay. Qulupnaydan keyin baklashka. Baklashkadan keyin suyak edi. Suyakdan keyin xo'p, biz lokatsiyaga qo'ygandik o'sha joyda kalit. Kalitdan keyin qop. Qopdan keyin baliq edi. Xo'p, baliqdan keyin sariq sharf. Xo'p, salla edi. Qatiq, beshik, nayza bor edi. Keyin bolalar basseyn, yozgi basseynning rasmi bor edi. Xo'p. Bolalar basseynidan keyin kompyuter bor, notebook rasmi bor edi, notebook. Notebookdan keyin chana. Hali bolalar qishda uchadigan chana bor edi. Va chanadan keyin qora karam edi, qora karam. Qora karamdan keyin ko'ylak. Ko'ylakdan keyin soqolli bolacha edi rasmi, esladingmi? Soqolli bolacha. Keyin to'siq bor edi, sosiska, nan kasha bor edi. Bolachalarga sotib olamiz deb azlashganimiz. Keyin nan kashadan keyin qozon edi. Qozonda ayollar kiyimi edi, atlas qandaydir ishlar edi va oxirgisi chiroqlar edi, yashil chiroqlar edi. Menimcha to'g'ri esladim. Hozir nechta bo'ldi ekan? 30 ta bo'ldi. 30 ta bo'ldimi? Sinab qarab ko'ramiz, ha? Yaxshi. Endi o'zing aytib ber. Menmi? Ha? Birinchisiga yordam beraman. Birinchisi yubka edi. Yubka, ayol kiyimi yubka. Yalmog'iz kampir. To'g'ri. Banan. Nishon. Hop. Nishondan keyin To'xta. Gul. Ko'zingni yumib olib aytasan. Mana bundoq to'sib turib. Nishondan keyin gul. To'xta. Bu qog'ozga yozib olgan bo'lishing mumkin. Pultda to'sib olib aytasan. Pultda hech qanaqangi yozuv yo'q. Ko'zingni to's. Nishondan keyin gul. Nishondan keyin gulmidi? Ha. Menimcha sichqoncha Jerry edi. Ha. Eng boshda aytamiz, ketdik. Eng bosh ko'zingni yum. Mana shundoq, ketdik. Birinchisi yubka. Yalmog'iz kampir. Hop. Yalmog'iz kampir, banan, nishon, Jerry, gul, qulupnay, baklashka, keyin suyak edi adashmasam. To'g'ri. Suyakdan keyin kalit, kalitdan keyin qopchadan keyin sariq sharf, sharfdan keyin salla, salladan keyin yana bitta nishon bor edi adashmasam. Yo'q. Undan keyin ichiladigan, yeyish mumkin bo'lgan bir narsa. Qatiq. Hop, keyingisi. Qatiqdan keyin beshik. To'g'ri. Beshikdan keyin haligi aytgan nayzacha. Xo'sh. Nayzachadan keyin basseyn, to'g'ri. Sharli basseyndan keyin kompyuter. Notebook kompyuter, ha. Qora karam, to'g'ri. ko'ylak. Qora karamdan avval bir nima qolib ketdi. Notebookdan keyin ular qishda bolalar uchishni yaxshi ko'rishadi. Chena, yaxshi. Undan keyin qora karam. Yaxshi. Qora karamdan keyin kiyim.
mos Ko'ylak kiyim. kiyimda, erkaklar ko'ylak kiyadi. Keyin to'siq. Hop, to'siqmidi? Hop, to'siq. To'siq. Keyingisi To'siqdan keyin nankasha. lankashamidi yoki nimadir bormidi u yerda? Bolacha bor edi, soqolli. To'ppa-to'g'ri. Soqolli O'sha bolacha, nankasha. keyin to'siqida bola mana qara, ko'ylakdan keyin soqol edi, ha? Ko'zingni yop, qolgan eslash ko'rinasan. Soqoldan keyin to'siq edi. To'siq. Hop, keyingisi Keyin nankasha. nankasha. Qozoncha. Atlas ishton. O'sha Ishton oxirgisi va svet. svet, ya'ni Lampochka, yashil yashil rangli chiroqlar lampochka. edi. Yashil chiroqlar. Yo'ldi, ko'zingni ochish mumkin. Zo'r, yaxshi. Ko'rib turganingizdek, Zeboni takrorlash algoritmini bajarib tursangiz, esda qoladi. Aslida bitta ma'lumotni eslab qolgandan keyin 20 daqiqadan keyin bitta takrorlash kerak. 1 soatdan keyin yana bir marta, bir kundan keyin yana bir marta, keyingisini haftada bir marta takrorlab tursa ham yetadi. Biz to'g'ridan-to'g'ri bir haftadan keyin takrorlayapmiz. Shunisi bor. Lekin biz oson mashq, ya'ni rasmlarni bog'lash mashqini qilganligimiz uchun bizda hozir natija yaxshi. Lekin agar biz deylik qiyin formulalarni eslab qolmoqchi bo'lsak, ularni mana aytgan Ebbinghaus unutish yo'liga mos bo'lgan takrorlash algoritmi kerak bo'ladi. Ayniqsa xorijiy lug'atlarni eslab qolishda bu takrorlash algoritmi bir kun, haftada 2 kun, bir oyda 2 kun, 2 marta, keyin oxirgisi yilda 4 martaga olinadi. O'shanda uzoq vaqt bemalol eslab qolish mumkin va bunday qiziq tomoni katta energiya sarflanmaydi. Hozir sezdingmi? Katta energiya sarflanmaydi. Yodlash jarayoni sirazi ko'z oldiga keladi. qiziqarli ham bo'ladi. Yodlash jarayoni qiziqarli bo'ladi. Shu bilan birgalikda eng asosiysi umuman qiyinchiliksiz xotirjam o'tirib, hattoki yaxshi kayfiyat bilan yaslanadi. Ya'ni stress yo'q bu yerda. Mening olgan yutug'im mana shu.